Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar. Kecha qo'ygan romimizni, eshik romlarini, aynalarni qo'ydik. Ikki qavatli ayna, ichkarisi oq, tashqarisi qora. Tiklo paket, germetika bo'lgan. Xo'p, yozda isib ketmaydi yuz. Qishda sovuq bo'lib ketmaydi. Havoni bir xilda ushlab turadi. Penalari to'liq quyilgan holatda. Yoqda kirish eshigimiz ikki qanotli Aldox alyumin eshik. Qadrli kuzatuvchilar, mana bizni qo'ygan romlarimiz endi tashqari holati. Tashqariga 8 ta rom, 2 ta fortishka qo'yganmiz. Bu ham xuddi shunday, ichkarisi oq, oynaydi, tashqarisi qora. Tiklo paket. Kimga shunaqangi chiroyli, sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Aytgancha obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.